Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan informatika fanidan 6-sinflar uchun 4-BSBning demo variantini ishlanish tartibini ko'rsatib beraman. 5-topshirig'imiz amaliy topshiriq. 9-may xotira va qadrlash kuni nomli bir nechta slayddan tashkil topgan taqdimot yaratishimiz kerak ekan va bu taqdimotga rasmlar, audio fayllarni joylashtira olishimiz lozim. Bilamizki, taqdimot yaratishdan oldin taqdimotimiz nimalardan tashkil topgan bo'lishini, uning rejasini tuzib olgan bo'lishimiz kerak. Biz oldindan matnli hujjatda taqdimotga kerak bo'ladigan barcha ma'lumotlarni tayyorlab qo'ydik. Taqdimotimiz rejasi har bir slayddagi sarlavha va kerakli matn bilan rasmlarni ham olib joylab qo'ydik. Endi esa PowerPoint dasturini ochib, biz 6 slayddan iborat taqdimot yaratmoqchimiz. Shuning uchun 6 slayd yaratamiz. Oltita slaydimiz yaratildi. Endi mos dizayn tanlaymiz. Buning uchun dizayn menyusiga mavzular orasidan o'zimizga kerakli, bizga mos bo'lgan mavzuni topishimiz kerak. Mavzu ranglari sizga yoqmasa, albatta uni variantlardan o'zgartira olasiz. Endi esa matn va rasmlarni joylashtiramiz. Mana birinchi sahifamiz tayyor. Taqdimotimizga matn va tasvirlarni joylashtirib bo'ldik. Endi musiqa va sharh uchun ovozimizni qo'sha olamiz. Musiqa tanlashda albatta mavzuga e'tibor qaratish lozim.
musiqamizni joylashtirdik. Ushbu musiqani barcha slaydlar uchun fonda ijro etmoqchi bo'lsak, playback menyusidagi play in background buyrug'idan foydalanamiz. Shunda ushbu musiqamiz taqdimotimizning boshqa slaydlari uchun ham ijro etilishda davom etaveradi. Ushbu musiqa bilan birgalikda ovozimizda ham sharh qo'shmoqchi bo'lsak, insert menyusidagi audio record audiodan foydalanamiz va uni nomlashimiz kerak bo'ladi. Xotira deb nomladim va qizil tugmani bosamiz yozish jarayoni boshlanishi uchun. May xotira va qadrlash kuni. 9-may O'zbekistonda xotira va qadrlash kuni sifatida keng nishonlanadi. Bu kunda urush qatnashchilari, mehnat faxriylari, vatanimiz ravnaqi va tinchligi uchun xizmat ko'rsatgan insonlar yanada o'zgacha hurmat bilan yo'qlanadi. Ovozimizni yozib bo'lgach, stop, ya'ni to'xtash tugmasini bosib, OK tugmasi bosiladi. Tovush joylashtirib bo'lgach, taqdimotimizga o'tish effektini va har bir ma'lumotlarimizga animatsiyalarni joylashtirishimiz mumkin. O'tish effektini qo'llash uchun Transitions menyusidan istalgan o'tish effektini tanlab, Apply to All yordamida barchasiga qo'llashimiz mumkin. Animatsiya berish uchun esa obyektlarni tanlab, Animations'dan kirib kelish animatsiyasini joylashtirish uchun istalgan yashil rangdagi animatsiyalarni qo'llay olamiz. Animatsiyalarni sozlash uchun esa Animation Pane'dan foydalanishimiz mumkin. Keyingi slaydga qo'ymoqchi bo'lsak, Ctrl tugmasini bosib turgan holatda barchasini belgilab olib, bir xil animatsiya joylaymiz va vaqtini ham, kirib kelishini ham birgalikda boshqara olamiz. Yozib olgan tovushimiz ham slaydning boshidan oxiriga qadar ijro etilishini xohlasak, Playback menyusidan Play in background buyrug'ini bosamiz. Endi esa F5 tugmasi yordamida natijani ko'rishimiz mumkin. 9-may xotira va qadrlash kuni. 9-may O'zbekistonda xotira va qadrlash kuni sifatida keng nishonlanadi. Bu kunda urush qatnashchilari, mehnat faxriylari, vatanimiz ravnaqi va tinchligi uchun xizmat ko'rsatgan insonlar yanada o'zgacha hurmat qilinadi.